Xo'jayin. Hech kim kelmadimi? Yo'q. Birov kelish kerakmidi? Bor ishingni qil. Xo'p. Kuyov bola chaqirmaysan, kuyov bola. Bismillah kutib qoldik-ku. Kuyov bola. Telefon qilsammikin, qilmasammikin? Agar qilsam gap eshitmasmikinman? Yo'q, qo'ng'iroq qilaman. Bala. Telefon ham qo'ysan. Kuyov bola. Allo. Alo, Firdavs aka. Qachon kelasiz uyga? Bilmayman. Ertaroq kelsangiz. Yana boshladingmi? O'zi bitta sayetmay turuvding. Firdavs, qayerdasan? Kelsangchi. Ana, hoy. Acha, kelinglar, o'ynaylik, qani. Ha! Uyda o'tiraveradi. Chiqmaysanmi? Kuyov bola. Kuyov bola. Olishmay chiqmaysanmi? Qani. Ha. Muborak bo'lsin do'stim. Tabriklayman. To'y zo'r bo'ldi-a. Mana kini berib yuborishdi. Bering. Yaqinda meni galib. Nazokat, Labay oyijon. mana bu taqsimchalarni ichkariga olib kiring. Keyin ana kelin yangalarga ham tuzash kerak dasturxon. Ularni dasturxon tayyor oyijon, hozir bilan olib kiraman. Aha, bo'pti. Hay, Shahboz, bu yoqqa qara. Ana bu kuyov jo'ralaringga ruxsat berib yubor. Xo'p. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Hamma Bo'pti. charchagan. Keta Xo'p, qolsin. Xo'pmi? Xo'p, oyijon. Xo'p. Nazokat imlamang. Xo'p, bo'ladi oyijon. Tortmadagi to'yinana solingan paket qani? Shoshgani topolmadim, jin ursin. Ichkarida, qayerga shoshyapsiz? He, olib chiq, bo'l tezroq. Tez. Allo, nima deysan? Xo'p. Birpas turib boraman. Boshlamay turlaring. Ha, 20 minutda yetib boraman. Xo'p, boraman dedim-ku, boraman. Xo'p. Bo'pti. Mana. Namuncha imillaysan. Nazokat, Ha, oyijon. nima, eringizni ko'rmaganmisiz? Namuncha tikilasiz? Olib Hozir kiring oyijon, mana hozir. ularni. Sen uylanding, sendan keyin men ham uylanaman. Tabriklaymiz. Rahmat. Biz ham bir ko'rishib qo'yaylik, qani. Yaxshi, xayrlashib qolaring endi. Tabriklayman kuyov bola, tabriklayman. Baxtli bugun. Bo'pti, mayli. Salomat bo'ling. Rahmat. Yuringlar. Tutganga o'chir. Xo'p. Do'stim. Baxtli bo'l, do'stim. Rahmat do'stim. Baxtli bo'l. Xursand bo'ldim, og'ayni. Shohruxjon, Akanay, haligi akangiz
Nima bo'ldi keling? Sal o'zi bosib oling. Tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi? Akangiz uydagi hamma pulni olib, to'yonani ham pulni olib shoshib chiqib ketdi mashinasida. Ko'nglim sezyapti, aniq nimadir bo'ladi Shohruxjon, nimadir qiling. Hozir qo'ng'iroq qilaman. O'zingiz bosib oling. Bunaqa vahima qilaversangiz, oyim bilan dadam bilib qolishadi. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Keling, siz sezdirmay turing. Men borib akamni topib kelaman. Siz kelinni oldiga kirmaysizmi? Yangalarga nima deyman? Siz biror narsa o'ylab topib turing. Men hozir borib akamni topib kelaman. Xo'p, bo'pti, kiring. Oyjon, Ha. kelinni yangalari oyna so'rashyapti. Qanaqa oyna? Haligi irim-sirimniki bor-ku, bozordan olgandik-ku kelinga. Ha. Hozir olib chiqaman. Xo'p. Hay, kelin poshsha, Labay. aytgan narsalarimni tayyorlab qo'ydingizmi? Ha, hammasini tayyorlab qo'ydim. Hammasi tayyormi? Oynachi? Oynani hozir oyjon olib chiqadilar. Siz kirib, yaxshi. bemalol ichkarida damizlab o'tiravering, cho'chib. Mayli, xo'p. Oyjon, Og'ayni, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yordam kerakmi? Oy.
Shohrux aka. Meni sevasiz, a? Hech qisi yo'q, Oyjon. Kelgan baloqasi shunga ursin. Men hozir o'zimnikini olib chiqaman. Hozir Oyjon, olib chiqaman. Kelgan balo qazo. Shunga ursin. Alo. Men qotilman. Eshityapsanmi? Qotilman. Yaxshi. O'zim aloqaga chiqaman. Singlim. Bu kuyov qayoqda qoldi? Tinchlikmi ish qilib? Yoki ana kinodagidek qochib qoldimi? Yo'q, Xudo xola. Endi do'stlar bilan-da. Hozir kelib qoladi. Kelin. Vaqtim allamahal bo'lib qoldi. Biz Azizani ota-onasiga javob berishimiz bor. Va? Ana kuyovimiz keldi. Hey, xayriyat. Ana aytdim-ku keladilar deb. Ha. Xavotirga o'rin yo'q. Ha, shunday. Unda sizlar bemalol choy ichib o'tiringlar. Men sizlarga issiq ovqat olib kelaman, xo'p? O'tirib turinglar. Xayriyat, keldi. Xudoga shukr.
Shohrux aka. Baribir uddaladiga. Voy, Shohrux aka. Hazillashmang. Shohrux aka. Oyijon! Voy Muhammadjon, sovuq bo'lsa nimaga chiqding? Ustingni qara yupqaligini. Soqotib ketgandursan-a? Nega chiqasan? Hay, Qarang, oyijon. nazokat. Nimaga bunaqa yupqa kiyintirib ko'chada olib turibsiz? Bering, men ichkariga olib kirib ketaman. Mana Kel bor. o'zimga. O'zimni bolam. Qara, so'qatib ketganingni qara. Kiyimlarni olib chiqib beraymi? Shohrux aka, sizga nima bo'ldi? Voy! Shohrux aka! Shohrux aka, ko'zingizni oching, sizga nima bo'ldi? Kim bor? Yordam beringlar! Tinchlikmikin? Azizani ovozimi? Voy, tinchlik bo'lsin ish qilib. Menda pas. 20. 21. Ochko. O'ttiz. Ha, omad. Yaxshi. Omad keldi senga. Bittada, bittada. Men omadim keldi-da, aka. Yana bittadan-a? Menga suzma, men chiqdim. Iye. Suzma menga. Iye, bunaqa emas-da akasi. Oxirgacha degansiz-u. Menda pul qolmadi, uka. Hammasini yutib olding-ku. Ha, bizga mashinani kaliti ham bo'laveradi. Balki omadingiz kelib, bitta mashinangiz ikkita bo'lib qolar. Axir o'yinda hamma narsa bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi usta? To'g'ri. Qolaversa, mashinani ham mana shu qimorda yutgansiz. Kelinglar. Bo'lmasa bundoq qilamiz. O'rtada Firdavs yutgan 1,5 ta mashinani puli turibdi. Firdavs hamma pulini tikadi. Bitta o'yin. Mashinani tikasan. Kim omadi kelsa, kim yutsa, o'shaniki. Ha, bo'lar ekan u. Ha? Men roziman. Mana shu boshqa gap. Omad. Mana. Boshlaymizmi?
O'yinni Xo'sh, yangi kartada o'ynaymiz. Xo'p. Mana. Qani beringchi, biz suzamizda buni. Endi 25. o'ttiz aka. Ana. Mashina pulli bo'lsin. Ha, mana mashina. Mashina muborak bo'lsin. Rahmat usta. Pulli bo'lsin, pulli bo'lsin. Endi o'yin bu akasi. Gapirmaysanmi? Alo. Eshitilmayapti ovozing. Nima? Antenasi bor joyga chiqqin. Yo'q, eshitilmayapti ovozing. Alo. Allo, Shahboz aka. Nega telefoningizni ko'tarmaysiz? Nima deysan? Ming'illamasdan tushuntiribroq gapir. Shahboz aka, Shohruxjonni pichoqlab ketishibdi. Nima? Kim pichoqlaydi? Nimaga pichoqlaydi? Bilmadim. Qayerda? Shahardagi xususiy klinikaga tez yetib keling. Hozir boraman. Iltimos, Shahboz aka, tezroq keling. Kelmasangiz bo'lmaydi. Ukangiz ahvoli yomon. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dada, oyi, tinchlikmi? Alaykum assalom. Qayerlarda yuribsan? Kech bo'lmasa bugun uyda bo'lsang bo'larmidi? Nima bo'pti o'zi? Kim qildi bu ishni? Kim? Bu yerda tortishmanglar. Undan ko'ra biror narsa qiling. Bolamni ko'rsatishsin bolamni. Onasi. Kiring, gaplashing, onasi dadasi, ko'p gaplashing. kuyinmagan. Baribir ishga kirishmaydi. Men ham sendan kam kuyinayotganim yo'q-ku. Meni bolamda kimni qasdi bor ekan? Birovga yomonlik qilmagan bu saxir bolaginam. Dada, qancha bo'ldi olib kirib ketishganga? Taxminan 1 soatcha bo'ldi.
Iloyim, operatsiya yaxshi o'tsin-da. Xavotir olmang dada. Shohruh kuchli yigit. Unga hech narsa qilmaydi. Xavotir olmang. Ilohim shunaqa Oyijon. bo'lsin, ilohim shunaqa bo'lsin. Iloyi aytganing kelsin. Haligi opa, mana shu suvni ichsam, keling. o'ziga kelib qolar. Hop. Ma ol, ozgina suv ichib olgin, o'zingga kelasan. Doktor, Doktor. Ahvoli qanday? ayting, bolam yaxshimi? Ahvoli qoniqarli. Yaxshi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudoga shukr. O'zi ham irodali, baquvvat yigit ekan. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Ertaga. Biroz o'ziga kelsin, keyin bir kishiga ruxsat beramiz, xo'pmi? Siz bemorning otasimisiz, aka? Ha, Xonamga kiraylik. Sizda gapim bor. xo'p. Aytdim-ku, meni o'g'lim bekordan bekorga o'lib ketadiganlardan emas. O'zingni bos. Bo'ladi. Bolajonim. Oyijon. Yaxshi bo'ladi hammasi. Keling, o'tiring. Qani, marhamat. Rahmat. Xavotirlanmang. Ko'rmagandek bo'lib ketadi. Men boray bo'lmasam. Yaxshi ekan-ku. Ertaga kelib xabar olaman. Mayli bolam, siz bora qoling. Uyingizdagilar ham xavotir olib o'tirishgandir. Shu yergacha kelganingiz uchun ham rahmat. Baraka toping. Mayli, xo'p. Bolaginam haqiqiy do'sti ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bo'pti. Qattiq qo'rqib ketdi shekilli. Bechara. Nimasini aytasiz? Shunday baxtli kunda yaxshi ish bo'lmadi. Azza, o'zingga kel. Yig'layverma, yaxshi bo'ladi. Ko'rmaganday bo'lib ketadi hali. Shohruh kuchli yigit. Hali mana ko'rasan, oldinga chopqillab yugurib keladi.
ko'rmagandek bo'lib ketadi. O'g'lingiz ancha baquvvat yigit ekan. Rahmat sizga, rahmat doktor. Xudoning qudrati bilan o'g'limning hayotini saqlab qoldingiz. Sizdan bir umr qarzdormiz. Unday demang aka. Bu bizni burchimiz. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Lekin aka, yana bitta masala bor. Bu haqda sizni ogohlantirib qo'ymasam bo'lmaydi. Mayli. Nima gap, tinchlikmi? Ochiqni aytavering. O'g'lingiz uylanganmi? Ha? Uylangan? Shu bugun to'yini o'tkazgandik. Ko'rgilik ekanda doktor. Nima gap? Nega so'rayapsiz? O'g'lingiz qattiq jarohat olgan. Bir emas, 2 marta pichoq urishgan. Bunday hollarda tirik qolishni o'zi amri mahol. Xo'sh. Aytmoqchimanki, pichoq urilganda nerv tomirlariga jiddiy zarar yetgan. Biz qo'limizdan kelgan barcha choralarni ko'rdik. Bundan keyin o'g'lingizda ojiz bo'lib qolish ehtimoli yuqori. Nima demoqchi bo'lganligimni tushunyapsiz-a? Aytmoqchisiz-ki, o'g'lim endi yolg'iz umidimiz Xudodan. Balki butunlay sog'ayib qolar. Siz tushkunlikka tushmang. Bilasiz, erkak kishi o'z ojizligini bilishi juda ham og'ir. Kelishdikmi? Sizga hozir dorilarni yozib beraman. Shuni ertalabga yetkazasizlar, xo'pmi? Uyingizga boring, dam oling. Yolg'iz Allohga duo qiling. doktor. Sizdan iltimosim bor. Xo'p. Buni hech kim bilmasin. Bundan keyin o'g'lingizda ojiz bo'lib qolish ehtimoli yuqori. Dadasi, Dada, tinchlik ekanmi? Doktor nima dedi? Nima gap dada? ha. Tinchlik. Sen xavotir olma, dori yozib berdi. Xavotir olma. Endi gap bunday. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Baribir bizni ichkariga kiritishmaydi. Shuning uchun uyga ketamiz. Uyda mehmonlar bor. Bu yerdan ketaylik. Ertaga vaqtli kelamiz, xo'pmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar ketaveringlar. Men bolaginamning yonida qolaman. Onasi, bu yerda qolganing bilan baribir ichkariga kiritishmaydi. Uyda mehmonlar bor. Sen ularga keraksan. Oyi, dadam to'g'ri gapiryaptilar. Sizlar ketaveringlar, men Shohruxning yonida o'zim qolaman. Sen qanday qolasan? Oyog'ingda zo'rg'a turibsan-ku. Sen bu ahvolda mashina haydolmasang kerak. Kaltni ber. Sizlar ketaveringlar. Mashinani haligi nimaga bergandim? Nima edi? Ustaga bergandim. Ustaga bermay o'la. Endi qanday qilib ketamiz? Mana menda sizni olib boradigan ota. Firdavsjon. O'ylanmang. Uyingizga ketmadingizmi hali? Qanday ketaman? Yo'q, sizlarni tashlab keta olmadim. Rahmat bolam. Rahmat.
Qani yuringlar. Turgandan foyda yo'q. Yuringlar. Yur onasi. Ertaga ertalab kelamiz. Ha, kelamiz. bittasi. Yur. Yaxshi emas. Hadi chiq. Voy, nimaga hozirdan chiqib oldingiz? Assalomu alaykum opajon. O'zim shunchaki zerikib ketdim. Kelinglar opajon, nonushta tayyor. Ha, yaxshi. Ke bolam. Oyog'ingga kiy. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Rahmat. Ko'p yashang. Qani? Mana bo'ldi. Keting, yur, nonushta qilamiz. Qani Kenaya? Kenayaga boramizmi? Qani yur, ketdik. Sekin yiqilma. Yaxshi dam oldingizmi dadajon? Rahmat. Rahmat qizim. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ko'p yashang. Baxt. Yaxshi dam oldingizmi oyijon? Ko'rinishga e'tibor qilib qaradingmi? Bir marta nonushta qilib ket. Shuni pichoqlab ketishibdi. Bu xonadonga falokat, baxtsizlik kirib keldi. Bir yigitni to'y kuni pichoqlashibdi. Har bir sinovga chidayman deb so'z bering. Ota bo'lamanmi?